2026 yilgi Jetour Zongheng 700 bu zamonaviy dizayn, kuchli texnologiya va haqiqiy yo'l tanlamas xarakterini o'zida jamlagan yangi avlod premium SUV hisoblanadi. Ushbu model Jetour brendining eng yuqori darajadagi loyihalaridan biri bo'lib, u nafaqat shahar sharoitida, balki og'ir off-road yo'llarda ham o'zini ishonchli namoyon qilish uchun yaratilgan. Jetour Zongheng 700 tashqi ko'rinishidanoq kuch va salobatni his qildiradi. Katta va tik radiator panjarasi, keskin chiziqlarga ega LED faralar, baland kapot va keng g'ildirak arkalar avtomobilga haqiqiy yo'l tanlamas ruhini bag'ishlaydi. Old bamperdagi himoya elementlari va pastki metall qoplamalar 700 ning qiyin sharoitlarga tayyor ekanini ochiq ko'rsatadi. Yon tomondan qaralganda Jetour Zongheng 700 juda massiv va muvozanatli ko'rinadi. Uzun g'ildirak bazasi, baland klerens va katta diametrli yengil qotishmali disklar avtomobilga nafaqat chiroy, balki amaliy ustunlik ham beradi. Orqa qismida esa toliq LED texnologiyali chiroqlar, keng yukxona eshigi va kuchli bamper dizayni e'tiborni tortadi. Umuman olganda, 2026 Jetour Zongheng 700 dizayni erkakona, qat'iy va zamonaviy bo'lib, u Toyota Land Cruiser, Tank 500 va Defender kabi mashinalarga raqib sifatida yaratilganini yaqqol sezdiradi. Saloniga kirganingizda esa butunlay boshqa, premium darajadagi muhitga tushasiz. Ichki makon yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, yumshoq teri, ekologik qoplamalar va metall dekor elementlari uyg'unlashgan. Old panelda katta raqamli ekranlar joylashgan bo'lib, u to'liq raqamli asboblar paneli va markaziy multimedia displeydan iborat. Bu ekranlar orqali avtomobilning barcha funksiyalarini boshqarish mumkin. Multimedia tizimi zamonaviy interfeysga ega bo'lib, Apple CarPlay, Android Auto, ovozli boshqaruv va sun'iy intellekt yordamchisini qo'llab-quvvatlaydi. Jetour Zongheng 700 ning o'rindiqlari juda qulay va uzoq safarlar uchun mo'ljallangan. Old o'rindiqlar elektr sozlamalar, isitish, shamollatish va xotira-funk texnologiyalar borasida 2026 Jetour Zongheng 700 eng so'nggi yechimlar bilan jihozlangan. Avtomobil adaptiv kruz nazorati, avtomatik tormozlash, yo'l bo'lagini saqlash tizimi, kor nuqtani aniqlash, 360 daraja kamera, off-road rejimlari va elektron differensial qulfi kabi ko'plab xavfsizlik va yordamchi tizimlarga ega. Ayniqsa, off-road uchun mo'ljallangan maxsus haydash rejimlari, qum, loy, qor, tosh va tog'li hududlar uchun alohida sozlamalar mavjud bo'lib, bu 700 ni haqiqiy sarguzasht avtomobiliga aylantiradi. Dvigatel masalasida Jetour Zongheng 700 bir nechta variantlarda taqdim etilishi kutilmoqda. Asosiy versiyada kuchli turbo benzinli dvigatel bo'lib, u yuqori moment va barqaror quvvat beradi. Ayrim bozorlarda gibrid yoki plug-in gibrid versiyalari ham taklif qilinishi mumkin. Ushbu tizimlar yoqilg'i tejamkorligini oshirish bilan birga, ekologik talablarga ham javob beradi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va shahar hamda yo'ldan tashqari sharoitlarda ishonchli harakatni ta'minlaydi. To'liq uzatma tizimi esa murakkab yo'llarda maksimal tortish kuchini taqdim etadi. Jetour Zongheng 700 ning yurish xususiyatlari ham yuqori darajada. Mustahkam ramali konstruksiya, mustaqil old osma va kuchaytirilgan orqa osma tizimi avtomobilni notekis yo'llarda ham barqaror qiladi. Baland klerens tufayli to'siqlardan o'tish osonlashadi. Suv kechuvlari va tik ko'tarilishlar 700 uchun muammo bo'lmaydi. Shu bilan birga shahar ichida ham avtomobil yumshoq va qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Yoqilg'i sarfi o'z sinfi uchun maqbul darajada bo'lib, zamonaviy dvigatel va aqlli boshqaruv tizimlari tufayli tejamkorlikka erishilgan. Bu esa Jetour Zongheng 700 ni nafaqat kuchli, balki kundalik foydalanish uchun ham mos avtomobilga aylantiradi. Yukxona hajmi katta bo'lib, o'rindiqlar yig'ilganda juda keng joy hosil bo'ladi. Bu uzoq safarlar, sayohatlar va oilaviy dam olishlar uchun ayni muddao. Xulosa qilib aytganda, 2026 Jetour Zongheng 700 bu kuch, texnologiya va qudrat